Sankt-Peterburg shahrida mobilniy elektronika Abusaxiy do'konining filiali borligini bilarmidingiz? Agar bilmagan bo'lsangiz, hozir o'sha mashhur Abusaxiy do'konining manzili bilan tanishib chiqamiz. Sennaya metro stansiyasidan tashqariga chiqamiz, chapga burilamiz hamda yana bir bor chapga burilamiz. O'zi shundoq ham uzoqdan targovut sentr navislari ko'rinib turadi. Yo'l-yo'lakay aytib ketishim kerak, endi Abusaxiyda siz kutgan trading xizmati mavjud. Ya'niki endilikda siz o'zingizning eski smartfoningizni bizga topshirib, yangisini olib ketishingiz mumkin. Va yana eng qizig'i, Rossiya bo'ylab bizdan arzon do'kon topsangiz 2000 rubl bonus beramiz. Chunki Rossiya bo'ylab Abusaxiydan arzon do'kon yo'q. Ko'rib turganingizdek, do'konimiz Sennaya targovut sentrining 3-etajda joylashgan. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfolim. Associated Press agentligining axborotiga ko'ra, NATO razvedka xizmati Rossiyaning yangi turdagi kosmik qurolini ishga tushirish ostonasida ekani haqidagi ma'lumotni tasdiqlagan. Unga ko'ra, Rossiya frontda Ukrainaga, xususan Ukraina armiyasiga Rossiyaning yirik harbiy texnikalari qayerda joylashganini aniqlashda yordam berayotgan Starlink tizimlarini kosmosda ishdan chiqarmoqchi va Moskvaning yangi turdagi kosmik quroli aynan shu maqsadda ishlangan. Associated Press'ning NATO razvedka xizmatiga tayanib bildirishicha, agar Rossiya o'zini yer orbitasi bo'ylab barcha signallarni nazorat qilishga va Starlinklarni yo'q qilishga qodir qurolini ishga tushiradigan bo'lsa, u holda bu nafaqat Ukraina, balki NATO uchun ham jiddiy zarba bo'lib xizmat qiladi. Negaki Starlinklarni va boshqa sun'iy yo'ldoshlarni ishdan chiqishi Rossiyaga kosmos orqali NATOning barcha muhim obyektlarini kuzatish, shuningdek, ularni istalgan paytda yo'q qilish imkoniyatini beradi. Shu boisdan harbiy alyans hozirda Rossiyaning yangi turdagi kosmik qurolini o'zi uchun birinchi raqamli tahdid sifatida baholamoqda. Endi Ukraina armiyasini Dmitriyev yo'nalishida qurshovda chorasiz qolgan qismlari haqida qisqacha so'z yuritamiz. E'tiborli bo'ling. RIA agentligining Rossiya Mudofaa vazirligiga tayanib xabar berishicha, Rossiya qurolli kuchlarining markaz bo'linmasi Svetlayani qo'lga olgandan keyin Kiyevdagi bosh shtabni Dmitriyev yo'nalishida harakatlanayotgan qo'shinga harbiy yordam yetkazib berish imkoniyatidan mahrum qildi va ayni paytda Dmitryevdagi Ukraina armiyasi qurshovdan chiqish yo'llarini izlamoqda. RIA agentligiga ko'ra, Ukrainaning frontda va frontdan tashqaridagi dronlar bilan zarbalari ham unga yordam berayotgani yo'q. Sababi Rossiya havo mudofaa tizimlari 23-dekabr kuni Kiyevning umumiy 172 ta dronini urib tushirgan. Endi Qo'shma Shtatlarning Ukrainaga yordamlarini 77 marta qisqartirganiga oid kutilmagan axborotga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. Financial Times agentligining xabar berishicha, 2025-yilning yanvar oyidan to oktyabr oyiga qadar Washington Kiyevga 0,5 milliard dollarlik harbiy yordam bergan. Financial Times'ning urg'u berishicha, 2024-yilda bu sonlar 38,7 milliard dollarni tashkil qilgan edi. Bu esa Amerika Qo'shma Shtatlarining Ukrainaga o'z yordamlarini 77 marta qisqartirganidan daraklik beradi. Eng qiziq va Kiyev uchun fojiaviy tomoni shundaki, Washington Kiyevga beriladigan yordamlarini 2026 va 2027-yilda ham shunday qilib belgilagan. Ya'ni Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 2026 va 2027-yillarda ham 0,4 milliard dollarlik harbiy yordam beradi, ammo undan ortiq emas. Endi Rossiyaning neft eksportidagi yangi rekordiga to'xtalamiz. Britaniyaning Bloomberg agentligining axborotiga ko'ra, joriy yilning 21-dekabr kuni Rossiya neft sotish bo'yicha bu yilgi rekordini yangilagan. Chunki o'sha kuni Rossiya 4,4 million barrel neft eksport qilgan. Bloomberg agentligining statistikasiga ko'ra, Moskva urush davom etayotgan bir paytda aniq sanalarda 2023-yilning 14-may kuni neft eksporti bo'yicha rekord o'rnatgan edi va uni 14-may kungi eksporti 4,7 million barrel neftni tashkil qilgan. Bloombergning bildirishicha, Yevropa ittifoqining sanksiyalari Rossiya bilan qora oltin bo'yicha hamkorlik qiladigan davlatlarga qo'l keldi va ular neftni Moskvadan olib, Yevropaning o'ziga qimmat narxda sotgan holda juda katta miqdorda pul ishlamoqda. Endi Rossiyani Qo'shma Shtatlarni Venesuelaga qarshi harakatini qoralagani bilan bog'liq xabarga yuzlanamiz. RT agentligining axborotiga ko'ra, 24-dekabr kuni Rossiyani Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy elchisi Vasiliy Nebenza Moskvani Venesuela bo'yicha pozitsiyasini e'lon qilgan. Vasiliy Nebenzaga ko'ra, Kreml Washingtonni Venesuelani qamal qilganini agressiya deb baholaydi va Birlashgan Millatlar Tashkilotidan ushbu harakat uchun Amerika Qo'shma
shartlariga qarshi chora ko'rishni talab qiladi. Eshitmaganlar uchun eslatma: Donald Tramp 23-dekabr kungi o'z bayonotida Venesuelani qo'lga olingan kemalarni va ularga ortilgan neftni Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan musodara qilinganini bildirgan edi. Rossiya esa garchi bu hech narsani o'zgartirmasa ham Amerika Qo'shma Shtatlarining harakatiga o'z munosabatini e'lon qildi. Eslatib o'tamiz, ayni paytda Venesuela Amerika Qo'shma Shtatlari dengiz kuchlari tomonidan qamal qilingan. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa-olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.